Ojiza 9-qism. Oygul xola hech narsaga tushunmay qoldi. Ming la'nat sizdek xotindan qiz olganimizga. Do'stimni deb olgandim qizingizni. Do'stim keyin menga kelib, barini siz aytganingizni aytdi. Qizing rasvo ekan desam, men xohlamagandim. Hattoki qizimni ham ko'raman, xotinim qo'ymadi degandi. Rasvo kelin olibmizda. Qizingizni olib keting bu yerdan, aks holda yomon bo'ladi. Ma'suma kelin oraga qo'shilib dedi. Farangiz xola hayron turgan Oygul xolani chetlab ichkariga kirib ketdi. Qolganlar ham. "Qanisan, bu yerga chiq", dedi Ma'suma kelin. Oygul xola so'ng nima bo'layotganini tushunib darhol ular ortidan uy ichiga kirdi. Farangiz xola oshxona tomon kirib, qo'rqib o'tirgan E'zozaga nafrat bilan qaradi. "Iflos, xursandmisan?" "Kim iflos? Siz emasmi ifloslar? To'ydan avval boshqacha edingiz. Qizim sizga yomonlik qildimi? O'g'lingiz aslida illatli ko'cha bolasi va yomon yigit ekanini bilardingiz. Qizim esa uni o'zgartirdi. Shu sizga alam qildimi?" "Hoy oyijonga har nima demang. Siz boylik sabab o'yin qilgansiz." Oraga Ma'suma qo'shildi. Aziz oilaviy kompaniyani sotib yuboribdi. Akalarni bir so'msiz qoldirdi. U hech qachon unday qilmagan. Kim unga aql o'rgatdi, qiziq. Ma'suma asabiy baqirdi. Chunki aynan uni eri pulsiz ishsiz qolgandi. Nozimani eri-ku advokat, ammo Ma'sumani eri hech qayerda o'qimagan va endi biznesdan ham ayrilgandi. Hammasiga shu jinni aybdor. Farangiz xola E'zozani sochlaridan yulib, yerga yotqizib urishni boshladi. Oygul xola buni ko'rib qarshilik qilaman degandi. Ma'suma uni to'xtatib qo'lidan qattiq qisdi. Aziz uyga kelganida eshik ochiq va ichkaridan shovqin kelayotganini eshitib shoshib qoldi. Darhol uy ichiga kirsa, otasi uydagi pullarini kiraverishda sanab turgan ekan. Uyda biroz narx pul bor edi. Ko'rinib turibdi-ku, otasi uyni tutgan. Lekin Aziz bunga ahamiyat bermay, oshxonadan kelayotgan shovqinni eshitib, E'zozani o'ylab oshxonaga yugurdi. Aziz otasiga qaramadi. Kirsa qaynonasi va kelinoyisi urishyapti. Yerda esa Azizning onasi E'zozani urardi. E'zoza Aziz darhol onasini ayoli ustidan tushirib, Oygul xolaga ham qaramay uydan xotinini olib chiqish uchun ko'tardi. Ammo yo'lini Ma'suma kelin to'sdi. "Yo'limdan qoching!" Aziz kelinoyisini turtib uydan chiqib ketdi. Buni ko'rgan ota, onasi hech narsa deya olmadi. Aziz ostonadan chiqib, zinadan E'zoza bilan shoshib tushardi. E'zoza og'riq sabab unsiz yig'lardi. "Qornim og'riyapti. Chidagin hayotim, hammasi yaxshi bo'ladi." Aziz E'zozani ko'targan holda mahkamroq ushlab, mashinasiga yugurib bordi. "Kasalxonaga boramiz, hammasi yaxshi bo'ladi." Koridorda anchadan buyon turgan Aziz ichkaridan xabar kutardi. Hozir hech narsa qila olmasdi. Xotinini urgani uchun onasini qamatmasdi. Aziz ilojsiz turardi va ichkaridan hamshira chiqdi. "Xotinimni ahvoli qanday?" "Ayolingiz yaxshi, ammo kaltaklangan. Bo'yicha ichki ishlarga murojaat qilamiz." "Hech qanday ichki ishlar masalasi bo'lmasin, iltimos." Aziz cho'ntagida pulni
sanamasdan hamshirani xalatiga ichiga soldi. Xo'p, ancha og'ir ko'ringan puldan tilini qisgan bosh hamshira boshqa so'z demay ketdi. Aziz hamshira ruxsati bilan E'zoza yoniga kirdi. Xotinini uxlashini tomosha qilish Aziz uchun yoqimli hol edi. Asta borib E'zozani sochlarini silab, chuqur o'yga toldi. Aziz telefonini olib, o'ylab o'tirmay, yordamchisiga qo'ng'iroq qildi. Men asos solgan firmani sotdingizmi? Hech nima qolmasin. Hammasini soting. Otamni biznesini rivojlantirgandim. Endi hammasini yo'q qilaman. Bugun hisobimga tashlang pullarni va kechki tongi 1larda reysni band qil. Yaponiyaga 1 hafta kutolmayman. Kechga yaqin E'zoza ko'zlarini ochdi. Qiz og'riq sabab yig'lashni xohlardi. Xavf ortda qolgan bo'lsa-da, ta'siri qolgan qiz esa qo'rquv bilan yotardi. Xuddi kim hozir qaynonasi kelib, qizni yana uradigandek edi. E'zoza umrida ikkinchi bor kaltak yegandi. Birinchisi Aziz tomonidan, ikkinchisi Azizning onasi Farangiz xola tomonidan edi. E'zoza hozir hech narsani eslamas. Xonani kuzatardi. Boshini arang yoniga burib, ochiq oyna orqali Toshkentning balandlashayotgan binolariga qaradi. Binolar chiroqlari birin-ketin yoqilardi. Osmon esa qiralasha boshladi. Aynan shu on E'zoza yashashni xohladi. Bunday manzarani ko'rishni va osuda hayot kechirishni xohladi. Aziz aytganidek, Yaponiyaga ketishni emas, O'zbekistonda qolishni xohladi. O'pkasini to'ldirib nafas olib chiqarardi. Ko'zlarini mavjlanib yoshlar to'kildi. Qo'llar qorniga qo'yilgach, mayin tabassum qildi. Bolacha, sen shu yerdamisan? Men ichim qorong'u emasmi? Meni erim aytishicha, men ham shunday tug'ilgan ekanman. Qiziq. O'sha vaqtda bunday osmon chiroyli manzarani ko'rmaganim uchun xafa bo'lganmikanman? Sen tezroq tug'ilasanmi? Agar tezroq tug'ilsang, seni o'zim aylantiraman. Ko'chalarda turli do'konlar bor. Men bolalik vaqtim xonadan chiqmasdim. Ammo sen bilan bunday bo'lmaydi. E'zoza yig'lab qornini siladi. Eshik yonida turgan Aziz xona ichiga kirib, E'zozani cho'chitib yubormaslik uchun qulayroq holatni kutib jim turardi. Ichidan nimadir o'tgandek bo'ldi. Kichkintoy, dedi Aziz eshikdan qarab. E'zoza yig'lab eri tomonga qo'llarini cho'zdi. Aziz borib E'zozani mahkam quchoqladi. Ayolining ko'z yoshlarini artib, o'zi bilan olgan paketdan unga yoqadigan narsalarni chiqardi. Bularni yeb ol. Bugun shu yerda qolasan. Ertaga esa Yaponiyaga ketamiz. Yomon insonlar bizni tinch qo'ymaydi. Biz ketishimiz kerak. Aziz E'zozani yumshoq ko'ringan lablaridan yengil o'pib, sochlarini siladi. Yomon insonlar nega yomon bo'ladi? Bilmasam, bu dunyoda ikki insonlar toifasi bor. Biri yaxshi, biri yomon. Jonim, sen esa yaxshi insonsan. Seni juda ham sevaman. Xudoyim, qalbimga sevgi uchqunini berganing uchun hozir juda xursandman. Men to'g'ri qaror qilganimni angladim. Aziz aslida onasidan voz kechganini masjid domlasiga aytgandi. Kerakli sabablar va nega ekanini keltirib berdi. Shunda domla, agar ota-onang
jinni bo'lsa boylab boq degan gap bor ekanini, ammo Azizning onasi unday emasligini aytdi. Domla shunday deb duo qildimki, onasiga insof so'rab duo qilishni Azizga uqtirdi. O'zi ham duo qildi. Aziz uchun to'g'ri qaror E'zoza ekanini, ayoli Xudo tomonidan berilganini va uni asrashi kerakligini aytdi. Chindan ham shunday edi. Issiq sovuq qilgan ona va yana nabirasini o'ldirmoqchi bo'lgan onadan Aziz voz kechishi kerak edi. Lekin Aziz voz kechmadi. Qalbida hamon o'sha yomon onasi uchun joy bor, ammo hozir ketishi kerak, aks holda uni begunoh ayoli yana azob chekadi. Aziz erta tong samolyotga kechikmaslik uchun E'zozani olib ko'p yuklar olmay aeroportga bordi. Bugun u uchun boshqacha kun edi. Aziz nihoyat o'zini erkin tutgandi. Domla aytganidek onasidan voz kechmadi. U haliyam oilasini yaxshi ko'rardi. Lekin ular o'zini o'zi eplardi. Aziz bir ojiza qizni himoya qilishni tanlagandi va shu tanlov uni O'zbekistondan olib ketdi. 5 yildan so'ng oshxonada ovqat pishirayotgan E'zoza yashil bog'dan yugurib uyiga kirgan qizini sezib ortiga burildi. Oyi, oyijon, qarang, men bog'imizdan kapalak tutib oldim. Uni ozod qil, qizim. Har bir tirik jon yashashga loyiq. Ammo oyijon, u menga yoqadi. Sen ham menga yoqasan. Ammo seni qamab qo'yganim yo'q. To'g'ri, mayli, uni qo'yib yuboraman. Dadam bog'dagi sakuraning gullari to'kilyapti ekan dedi. Ular to'kiladi, to'g'ri, lekin kelgusi yil yana gullaydi. Aha, Sarvinoz oyog'i bilan yer chizib onasiga erkalandi. Sen hoziroq borib kapalakchani qo'yib yubor, xo'pmi qizim? Xo'p, oyijon. E'zoza ovqatini dimlagach, o'zi ham bog'ga chiqdi. Aziz uzoqda emasdi. E'zoza erining yoniga borib, ortidan quchoqladi. Vatanimizni sog'indi. Men ham, dedi Aziz ortiga burilib. Biz qaytamiz. Avval sen kichkintoyni tug'ib ol. Aziz qo'llarini E'zozaning qorniga qo'yib, peshonasidan yengil o'pdi. Mening ojiz tomonimni to'g'irladingiz. Hayotimdagi eng yaxshi inson sizsiz, azizim. Sizda jasorat bor. Shu sabab meni tashlab qo'ymadingiz. O'shanda hech narsani tushunmasdim. Ammo qo'rqardim. Men qo'rquv bilan yashardim. Endi qo'rquvlar bo'lmaydi. Aziz gaplarini yakunlab, E'zozani ko'qqisidan ko'tarib oldi. Bugun qayergadir sayrga boramizmi? Sarvinozni kiyintirib tayyorla, sevgilim. Aziz va E'zoza juda baxtli yashadi. Ular hayotida juda ko'p sinovlar bo'ldi. Lekin o'z nuqsonlarini birga yengishdi. Aziz illatlaridan voz kechdi. E'zoza esa sog'aydi. Ko'plab shifokorlarga Aziz ko'rsatdi. Azizning ancha puli bor edi. E'zozaga ketsa-da, u ayoli sog'aymaguncha pulini ishlatdi. Ular orasida qiyinchilik ko'p bo'ldi. Lekin hozir hammasi iziga tushgandi. Aziz hattoki oilasi bilan telefonda gaplashib turadigan ham bo'lgandi. Hikoyamiz tugadi. Hikoyani shu yergacha o'qib kelgan bo'lsangiz, iltimos fikringizni yozib keting. Bu men uchun muhim ahamiyatga ega. Azizlarim,
yanada qiziq hikoyalarni kutib qoling. Sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz menga yanada ilhom bag'ishlaydi.